Hürmetli mahalledaşlar, yurttaşlar, yaxşımısınızlar? Sağlıkla yaxşımı? Yine bugün bize Xorazm vilayeti Bağat tumanı Qarayantaq qishlog'i Navbahor mahallesine geldik. Bu yerda 4 sotikdan 8 dana javonni satıladi. Kim javonni olaman deb qidirib yurgan bo'lsa, bemalol ekran tiyinda nomerlar bor, aloqaga chiqaverasizlar. Telefon urasizlar, kelishib olaverasizlar. Puluna keladigan bo'lsak, puli unday qimmat emas, qo'rqib yurmanglar, $1000, $2000 deb kelishiladi. Arzon bahada shu javonning ustuna borib kelishiladi. Ekran tiyinda nomerlar bor. Hozir men sizlarga bu birinchisi ushur ko'rsatib, yana birinchisi ushur. Bu yerda to'q, suv hamma kelgan, vodoprovod ham kelgan, to'q ham o'tgan. Ko'rib turganlaringizdek, yana joyliqlar ko'p. Ko'rsat. Bemalol telefon urishlaringiz mumkin. Bu hozir ko'rib turganlarimiz birinchi javonni. 4 sotikdan iborat. Qolgandan hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. O'rtoqlar, ko'rib turganlaringizni yana chegalang joyda joylashgan. O'zlarimizning tilda qum deyishlaringiz ham mumkin. Lekin bu yerda posilka tushgan, yana aholi yashab turibdi. Yana ko'rib turganlaringizdek to'g' o'tgan, vodoprovod kelgan. Yana ko'chaning boshida Uloyda joylashgan. Üstünü mezi tegislatib, to'proq tashatib berasizlar. Ajoyib. O'rtoqlar, bu yerda ko'rganlaringizni yana ko'mdirib, taxlab, joy solib turibdilar. Posilkalik yana. Yani aytganimizdek 8 dana javonni bor dedik. Yine shu yerdan boshlanadi, ta ketaveradi. Bu yerning hujjatlari ham, hokimning qarori, kadastrlari emas, tayyor. Qo'rqmang, telefon ursanızlar bo'ladi. Polni posilkalik bellar. Bu yerda yani aytganimizdek hokimning qarori, kadastr hujjatlari bor. Bemalol qo'rqmang, telefon urishlaringiz mumkin. Bu yerning adresini yana bir marta aytib o'tamiz. Bağat tumani Qarayantaq qishlog'i Navbahor mahallesinde joylashgan. O'rtoqlar, yana sizlarga aytilgan javonlarni ko'rsatdim. O'zingiz xulosa chiqaraverasizlar. Birinchi javonni Uloyda joylashgan, 6 javonni shu yerda joylashgan. Ko'rsataveradi. Posilkaning yo'lda chetida o'zi. Agar kim shunday javonni qidirib yurgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Yani aytganimizdek, bunday qimmat emas, $1000, $2000 emas. Bahasini kelishib arzon beraman deb. Sağ olasınlar, selamet olasınlar. Ekran tiyinda yana bir marta nomerlar bor. Telefon uraverasizlar. Adres yana bir marta Xorazm viloyati Bağat tumani Qarayantaq qishlog'i Navbahor mahallesida joylashgan.